Assalomu alaykum barchaga. Bugundan biz quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha turkum videolarni tayyorlab boramiz. Bugungi birinchi videomiz quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha eng asosiy qoidalar haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchi qoida quyosh panellarini eng kamida 10 gradus burchak bilan o'rnatish. Bu quyosh panellari ustidagi changlarni yomg'ir orqali oson tushib ketishini ta'minlaydi va yuvishni kamaytiradi. Ikkinchi qoida quyosh panellarini ramkasi issiqda kengayib, sovuqda torayishini hisobiga quyosh panellarini o'rnatishda ularning orasidagi masofa eng kamida 10 mm bo'lishi kerak bo'ladi. Sababi yoz kunlarida quyosh panellarining ramkasi kengayishini natijasida agar panellar bir-biriga yopishtirib o'rnatiladigan bo'lsa, bu shishasini sinishiga sababchi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, quyosh panellari tomga o'rnatilganda quyosh paneli bilan tomning orasidagi masofa eng kamida 10 cm bo'lishi kerak bo'ladi. Bu quyosh panelining ostidagi havoning aylanish sirkulyatsiyasini yaxshilaydi hamda quyosh panellarining samaradorligini tushib ketishini kamaytiradi. Agar bu masofa 15-20 cm bo'ladigan bo'lsa, bu yana ham yaxshi hisoblanadi. To'rtinchi qoida, quyosh panellari ma'lum bir tekislikka nisbatan o'rnatilganda uning eng pastki qismi tekislikka nisbatan eng kamida 10 cm bo'lishi kerak bo'ladi. Beshinchi qoida, har bir quyosh panellariga yerlatgich kabellari ulanishi kerak bo'ladi. Agar ushbu kabellardan foydalanilmasa, bu quyosh panellarining garantiyasiga ta'sir qiladi. Oltinchi qoida, bitta stringga ulanayotgan quyosh panellari bir xil burchakda va bir xil yo'nalishda bo'lishi kerak bo'ladi. Yettinchi qoida, quyosh panellari bolt orqali yoki bo'lmasam qisqichlar, ya'ni zajimlar orqali konstruksiyaga qotirilishi mumkin. Quyosh panellarining ramkasini o'zini teshib, konstruksiyaga qotirish taqiqlanadi va bu quyosh panellarining garantiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, quyosh fotolik tizimlarini o'rnatish bo'yicha mahalliy qoidalarni ham o'rganish, ish jarayonida ularni qo'llash ham talab etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.